Alisher Navoiy haqida 100 ta fakt. Alisher Navoiy 1441-yilda Hirotda tug'ilgan. To'liq ismi Nizomiddin Mir Alisher. Otasi G'iyosiddin Muhammad Temuriylar saroyining amaldorlaridan, xonadonning ishonchli kishilaridan bo'lgan. Onasi Amirzoda Shayx Abu Said Changning qizi bo'lgan. Navoiy 3 yoshida davrining mashhur shoiri Qosim Anvorning bir she'rini yod aytib, mehmonlarni hayratga solgan. 4 yoshida maktabga borgan. Bo'lajak Sulton Husayn Boyqaro bilan birga o'qigan. 7 yoshidan boshlab g'azallar yoza boshlagan. Tarixchi Sharafiddin Ali Yazdi bilan tanishgan. Kamol Turbatiyning e'tirofiga sazovor bo'lgan. 15 yoshida shoir sifatida tanilgan. Navoiyning bobosi Shayx Abu Said Chang shoir bo'lgan. Navoiy 50 ming misradan ortiq she'rni yod bilgan. U Imom al-Buxoriyning 6 mingdan oshiq hadislarini yod olgan. Shoir Lutfiy Navoiyning g'azalini o'qib, o'zining 12 ming baytini shu g'azalga almashtirishga tayyorligini aytgan. Navoiy ilk bor turkiy tilni forsiy til bilan birga ijodga olib kirgan. U 52 ming baytdan ortiq ulkan ijodiy meros qoldirgan. Turkiy tildagi asarlariga Navoiy, forsiy tildagilariga foniy taxallusini qo'ygan. Falsafiy estetik qarashlari Lisonut Tayr asarida o'z aksini topgan. Buyuk Sulaymon Navoiy ijodini yuqori baholagan va o'z kutubxonasida uning qo'lyozmalarini va asarlarini saqlagan. Navoiy 1469-yilgacha Temuriylar orasidagi ichki nizolar sababli Hirotdan yiroqda yashagan. Navoiyning ota tomonidan bobosi Amir Temurning Umar Shayx ismli o'g'li bilan emikdosh bo'lgan. Husayn Boyqaro taxtga o'tirgach, Navoiy muhrdor, vazir, Astrobodga hokim etib tayinlangan. Boyqaro do'sti Navoiyni vazir lavozimiga tayinlab, unga Amiri Kabir, ulug' amir unvonini bergan. Navoiy do'sti Husayn Boyqaroning taxtga chiqishi munosabati bilan Hiloliya qasidasini unga taqdim etgan. Bir gal davlat xazinasi xarajatlari bo'shab qolgan vaqtda o'z hisobidan 25 ming dinorni to'lab yuborgan. Shoir masjidi jomiy yoniga qorixona qurdirgan. Navoiyning bir kunlik daromadi 18 ming shohruhiy dinor miqdorida bo'lgan. Buyuk shoir daromadining ko'p qismini xayrli ishlarga sarf qilgan. U 300 dan ortiq bino qurdirgan. 80 ta masjid, 4 ta madrasa, 52 ta rabot, 20 ta hovuz, 16 ta ko'prik, bitta kutubxona va bir qancha to'g'on, ariq, hammom shular jumlasidan. U qurdirgan Shifoiya shifoxonasi bepul xizmat ko'rsatgan. Said Hasan Ardashir, Pahlavon Muhammad kabi ustozlardan ta'lim olgan. Abdurahmon Jomiy bilan ijodiy hamkorlikda bo'lgan. Navoiy turkiy hamsani yaratgani Xuroson eli uchun katta shodimonlik sifatida qabul qilingan. Navoiy hamsa asarini 2 yil davomida yozib tugallagan. Shoir ishlagan kunlar hisobga olinsa, hamsa asari 6 oyda bitkazilgan. Hamsa asari 52 ming misradan iborat. Farhod va Shirin dostonida Navoiy 2 kashfiyotni aytib o'tgan. Biri Oynai jahon, ya'ni televizor, ikkinchisi Farhodning temir odam bilan urushishi bugungi kundagi robotlarni eslatadi. Sabbay sayyor dostonida eskalator va lift haqidagi farazlarni o'qigan mashhur sharqshunos olim Bertins ham hayratda qolgan. Navoiy o'z ijodida 26 mingdan ortiq so'zdan foydalangan. Turkiy tilda 16 lirik janrda ijod qilgan. Navoiy til, adabiyot, tarix, bandnomaga doir 31 ta mukammal asar yozgan. Ustozlari xotirasiga Holoti Said Hasan Ardashir, Holoti Pahlavon Muhammad asarlarini yozgan. Uning eng so'nggi asari Mahbubul Qulub, aruz ilmiga oid asari Mezon ul Avzon. Yangi devonlar majmui Hazoin ul Maoni deb atalgan. Navoiy ulug' amir, podshohning eng yaqin kishisi, din va dunyo ishlarida haq va haqiqat nizomi nomli yuksak unvonlar sohibi bo'lgan. Zamondoshlari uni tirik vijdon deb atagan. Alisher Navoiy o'zining forsiy qasidalaridan alohida to'plamlar tuzgan. Ularni Sitta-i Zaruriya va Fusuli Arba deb atagan. Navoiy kambag'allarga muntazam yordam bergan. Arab va fors tillarini mukammal bilgan. Musiqa va san'atni yaxshi tushungan. Bobosi Muhammad Ali musiqachi va xattot bo'lgan. Bobur Boburnoma asarida Navoiy nomini 16 marta tilga olgan. Turkiy til bila to she'r aytib turlar, hech kim oncha ko'p va xo'p aytgan emas, deydi Bobur Navoiy haqida.
Navoiy davrlar shuarosi xususida Majolis-un Nafois asarini bitgan. Turk, Fors va Hind mashoyihlari haqidagi asari Nasoim-ul Muhabbat deb nomlangan. Fors tilida yozgan she'rlari asosida Devoni Foniy tuzilgan. To'plam shaklida chiqarilgan g'azallarini o'zini hisoblasak, ular 3150 donani tashkil etadi. Turkiy tildagi maktublarini to'plab, Munshaot maktublar majmuasini tuzgan. Tarixi Mulki Ajam asarida Eron shohlari xronikasi bayon qilingan. Tarixi Anbiyo va Hukamo asarida payg'ambarlar tarixiga oid qissalar keltiradi. Muhokamat-ul Lug'atayn asarida turkiy tilning ustunligini isbotlagan. Jomiyning Nafohatul Uns min Hazarotul Quds tazkirasini tarjima qilgan. Navoiy 3 bora haj safariga otlangan, lekin turli sabablar bilan bu nasib etmagan. Eng ilmli talabalarga shaxsan Navoiyning o'zi oyiga 24 oltin pul va yiliga 5 qop oshlik bergan. O'sha vaqtda talabaning 1 oylik nafaqasiga 5 ta semiz qo'y olish mumkin bo'lgan. Navoiy Hirotdagi Injil anhori bo'yiga hovli qurdirgan. Uning maydoni 30 jiribdan iborat bo'lgan. Mehmonxonada 100 dan ziyod odamga dasturxon yozsa bo'lgan. Navoiyga tegishli savdo rastalari ham bo'lgan. Ular eng gavjum bozorlarda joylashgan. Nazmul Javohir asarida Hazrat Alining 266 ta hikmatli gapi ruboiy tarona shaklida bayon etilgan. 1501-yilning boshida Navoiy kasallikdan vafot etgan. Butun Hirot xalqi o'zining buyuk shoiri bilan xayrlashishga chiqqan va 7 kun motam tutgan. Olimlar hali ham Navoiyni tugatib o'rganmadik deyshadi. Navoiy o'zbek tilining asoschisi hisoblanadi. Navoiy asarlari UNESCO tomonidan e'tirof etilgan. Dunyo kutubxonalarida 1000 dan ortiq qo'lyozmasi bor. Navoiy eng ko'p o'rganilgan turkiy shoirlardan biri. Yurtimizda Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi ta'sis etilgan. Alisher Navoiy o'tgan emas, doimiy tirik meros. Alisher Navoiyning boshqa tillarga tarjima qilingan dastlabki badiiy asari Sabbai sayyordir. Bu asar nemis, fransuz va golland tillariga tarjima qilinib, 11 marta nashr etilgan. G'arbda Navoiyga Chig'atoy adabiyotining buyuk vakili deb qaraladi. 1991-yil yurtimizda Alisher Navoiy yili deb e'lon qilingan. Toshkent shahrida Alisher Navoiy nomidagi milliy bog' barpo etilgan. Yurtimizdagi viloyatlardan biri Navoiy nomiga atab qo'yilgan. Toshkent, Navoiy, Samarqand va Farg'ona shaharlarida shoirning haykali o'rnatilgan. Oybek Alisher Navoiy haqida Navoiy romanini yozgan. 1996-yilda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti ta'sis etilgan. 1984-yil Toshkent metropolitenining O'zbekiston yo'nalishida Alisher Navoiy bekati ochilgan. 2009-yilda Merkuriy planetasidagi kraterlardan biriga Alisher Navoiy nomi berilgan. Dunyoda Alisher Navoiyga qo'yilgan bir nechta yodgorlik mavjud. Ular Moskva, O'sh, Baku, Tokio, Shanxay shaharlarida qad ko'targan. Joriy yil Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi keng nishonlanmoqda.